Assalomu alaykum. Quyosh yurtning qalbi quyosh insonlari, yaxshimisizlar? Bugun hozirgi men chiqib turgan efirim avtolizing, Umid avtolizing, boshqa Orient avtolizing va boshqa avtolizinglardan aldanib qolgan insonlarga tegishli bu chiqishim. Xabarlaring bor. Mana hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligida tergov ketayotgan. Bu tergovni Akmal degan tergovchi olib borayotgan edi. Afsuslarki, Akmaljon menimcha ishga yaxshi qaralmaganligi sababli endi o'zini muammolari, jihatlari bor. Ko'pchilikda o'sha norozi bo'lganlar tomonlari ham bor. Shuning uchun hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligi tergov bo'limi tomonidan, boshqa departament tomonidan ushbu ishga Abdurov Hamidov jalb qilingan, ya'ni yaxshi tergovchi, odamlar gap bo'yicha juda yaxshi bilimli, funksionalli, bir yaxshi tergovchi ekan. Men shaxsan o'zim hozir kirib chiqib MVDga kirdim, Ichki ishlar vazirligiga kirib turib, hozir Abdurov Hamidov bilan gaplashdim. Ularga har bitta fikrlarni aytdim hamda murojaatlar bo'limi bilan gaplashdik va shu Abdurov akaning telefon nomerlarini bizga berishdi. Mana hozir 71 231 36 19 ekan. Shu telefon raqami bilan bog'lanishlaring mumkin. Endi aytmoqchimanki, mana hozir men kelishganda ko'pchilikni ko'rdimda shu yerda. Men bekor yurganim yo'q. Men har doim shu nazoratga olib turibman. Chunki hali bir o'zgarishlar bo'lmagandan efirga chiqish ham to'g'ri kelmaydi-da. Bankrot e'lon qildi dedi. U masala bo'yicha gaplashib oldik. Abdurov aka bir gap aytdilarki, xolisona ko'riladi, har bitta jabrlanuvchi alohida suhbatlashadi dedi. Keyin o'sha Akmal akaga berilgan ko'p bir materiallar delada yo'qmish. Shu masala bo'yicha ham hozir aniqlik kiritilyapti. Sizlardan iltimos qilamizki, agar mabodo birontalarini chaqirgan bo'lsa, kelinglar. Kelishdan oldin albatta qo'ng'iroq qilib kelinglar. Shundagina ishlarning yaxshi bo'ladi. Meni o'zim bilan shartnoma tuzganlar, menga ishonchnoma yozib berganlar, albatta bu bilan shug'ullanyapman. Tag'in o'ylamanglar, Olimjon bu shug'ullanmayapti degan fikrda turib. Har bir kelgan vaqtlarimda shug'ullanyapman, alohida bu e'tiborda. Yana qaytaman, Umid avtolizingni, Orientni, bu jami hozir bir tergov turgan joyi 25 ta ekan. Shu firma ekan. Albatta ushbu holat bo'yicha asoslantirilgan ishlar olib boriladi. Ko'p narsa tergov siri uchun biz ham ochiqlamaymiz, ular ham ochiqlamaydi. Tergov tugagandan keyin albatta har bitta holatlar bo'yicha asoslantirilgan bir javob olinadi. Yana qaytaman, tergovga kelganlaringda, Ichki ishlar vazirligiga kelganlaringda Abdurov Hamidovni so'raysizlar. Tergovchi. Sog' salomat bo'linglar, ko'rishguncha.